biznes olamida o'tgan haftada sodir bo'lgan voqealar tahlili bilan qisqa newsda hafta dayjesti. Feruza Normatovaning to'yi muhokamada. O'zbekistonning eng boy ayollaridan biri Diyora Usmonova turmush o'rtog'iga atab qo'shiq kuyladi. Nikolay Baskov va Vintaj guruhi xonandasi Toshkentda to'yda xizmatda bo'ldi. 5 yoshli o'zbek qizalog'i Privet Andrey ko'rsatuvida kuyladi. Feruza Normatova Xorazmga kelin bo'lmoqda. So'nggi oylarda ijtimoiy tarmoqlarning asosiy mavzusiga aylangan aktrisa va bloger Feruza Normatovaning to'yi haqida turlicha gap-so'zlar tarqaldi. Normatova bu fikrlarga imkon qadar javob berishga harakat qilmoqda va hafta boshida uning fotihasi bo'lib o'tdi. Uzun quloq gaplarga va aktrisaning so'zlariga ko'ra turmush o'rtog'i avvalgi ayollari bilan ajrashgan. Shuningdek, Feruza Normatova bo'lg'usi turmush o'rtog'i MMA jangchisi Olloyor Abdushukurovning birinchi munosabatlaridan o'g'li borligi hamda ikkinchi turmushidagi ayoli homilador ekanligi haqida oldindan bilgan. Bularni shar'iy nikohi bo'lganmi, yo'qmi, men uni tepasida turmaganman. Men bilishim, shu turmush o'rtog'im bilan tanishganimda bittalari bilan ajralganlariga salkam 1 yil bo'lgan, ikkinchilari bilan ajralganiga qanchadir vaqt bo'lgan, kam muddat. Lekin ular farzandim bor deb menga aytganlar. Men qariyman deganlar. Ikkinchisi homilador deganlar. Xo'p deganman. Men tashab qo'ymayman ikkinchisini ham. Unga ham qariyman. Men haligacha o'sha kartasidan pul tashab, nimadir dorilar kerak bo'lsa, nima kerak bo'lsa hammasini qilaman. Chunki men farzandlarim ko'chaga tashab qo'ymayman deganlar. Men buni qabul qilganman. Bundan tashqari bo'lajak kuyov juda jiddiy bo'lganligi sababli to'yda tort kesish, gul otish fotosessiyalari bo'lmaydi. Bloger to'yida 3 ta ko'ylak kiyadi. Ko'ylaklarni esa Shahzoda Muhammedova tikib bermoqda. Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Ayni damda Shahzoda showroomda ish qaynagan va ko'plab kelinlarning nikoh ko'ylaklarini tikyapmiz. Shu jumladan eng katta e'tibor Feruzaxon Normatovani 2 ta nikoh ko'ylaklari va bitta ansambllariga umumiy 3 ta libosni tikib tayyorlayapmiz. Hali to'y sanasi rasman e'lon qilinmagan, ammo yaqin 10 kun ichida bo'lib o'tishi kutilmoqda. Bitta gap ayta olaman. 10 kun emas, 10 kun ko'p. O'zbekistonning eng boy ayollaridan biri Diyora Usmonova turmush o'rtog'iga atab qo'shiq kuyladi. O'zbekiston birinchi xonimi Ziroatxon Mirziyoyevaning jiyani Diyora Usmonova turmush o'rtog'i Botir Rahimovga mehr nomli qo'shiqni aytgan va Instagramdagi sahifasida vokal o'qituvchisiga o'zining minnatdorchiligini izhor qilib post qoldirgan. Joriy yil 5-oktyabr kuni Toshkentda dabdabali to'y tashkil etildi. Nikoh oqshomida rossiyalik taniqli yulduzlar Nikolay Baskov va Vintaj guruhi xonandasi Anna Pletinyova ham xizmatda bo'ldi. Об этом я заметил, что меня здесь чаще всего стали называть Николай Акя. Ну, вы знаете, Николай Акя – это еще ничего. Вы знаете, бойтесь, если вас будут называть... Taniqlilar kelib bizning yurtimizda rus tilida qo'shiq kuylashsa, 5 yoshli o'zbek qizi Rossiyada hammani hayratga soldi. Salom Andrey, ya'ni Privet Andrey ko'rsatuvida o'zbekistonlik 5 yoshli Nilufar Sodiqova ozarbayjonlik xonanda Roza Zergelining Istadim kompozitsiyasini ijro etdi. Shu biznes olamidagi yangiliklar tahlilimiz shulardan iborat edi. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan yangiliklarni birinchilardan bo'lib qisqa newsda kuzatib boring.